deymiz-ku, pul bu plotniy energiya, moddiylik bu plotniy energiya. Plotniy energiya qanaqa bo'ladi? То есть siz уже tонкий energiyalar yig'ilinib, jamlanib, xudani bir nima deydi? Bosilinadi. Paxta yumshoq bo'ladi, ichi havoli bo'ladi yoki paxta plotniy bo'ladi, qattiq bo'ladi, nima bo'ladi? Уже mana shu plotniy energiya materiyaga aylanishni boshlaydi. Agardagi sizda energiya bo'lmasa, materiyaga aylana olmaydi. O'shaning uchun biz nima qilyapmiz biz? Maqsadimiz energiyani yig'amiz. Plotniy, tонкий energiyalarni yig'amiz, plotniylashtiramiz, uni materiyaga aylanishi uchun. Qanchalik energiya yomki bo'lsa, shunchalik darajada nima bo'lamiz? Materiyamiz ko'paveradi. Energiya yomki bo'lish uchun yana shu to'xtamaslik kerak-da. Hech qachon bir kun ham qoldirmasdan chakralarga ahamiyat berish kerak, ongga ahamiyat berish kerak, tanaga, pitaniyaga ahamiyat berish kerak. To'xtab turib ham bo'lmaydi-da, oraga ketib qolish bo'ladi. Это как yurak to'xtab qolsa yashay olasizmi? Savolingizga javob. Идем дальше.